Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrdonlar. Ayni damda men Buxoro viloyatimizning Istoray Maxfiy muzeyidaman. Bu yerga kelishimizning asosiy maqsadi Buxoro viloyati hunarmand boshqarmasining badiiy kengash raisi To'g'ri Muhammedov hamda Zarinaxon bilan birga keldik. Zarinaxonim ayni damda hunarmand boshqarmamizning badiiy kengash kotibi. Azizlar, biz do'stlarimizdan kelishimizning asosiy maqsadi ushbu koshonada, ya'ni muzeyda turistlar gavjum bo'lgan maskanda bugungi kunda bizning hunarmandlarimiz qanday faoliyat ko'rsatayotganligi, ularga qanday yordam kerakligi va boshqarmamizdagi yangiliklarni ular bilan tanishtirish va imkoniyatlarni bildirish maqsadida kelganmiz. Xullas azizlar, mana hozir do'stlarimiz bilan tanishdik. Bugungi suhbatimizni birga olib borishni qaror qildik. Do'stlarim, nima deysiz? Birga o'tkazamizmi? Azizlar, o'zingiz ham bilasiz, respublikamiz bo'ylab nafaqat Xivada va Samarqandda, balki Buxoroda ham mana shunday qadimiy me'moriy maskanga kirish uchun, ya'ni muzeylarda kirish uchun chiptalar bilan kirish belgilangan. Bu albatta davlatimiz tomonidan ushbu qaror tasdiqlanganligi sababli. Xullas, biz sizlarni Buxoroga taklif etamiz. Hozircha esa ko'rsatuvimizni tomosha qiling. Marhamat. Borib uyushmaga a'zo bo'lsangiz, uyushmani sizga beradigan imkoniyatlardan foydalanasiz. Mana bugungi kecha kunduzda, kecha kuni bilan qidirdik. Bir kechaga Qozog'istonga bepul davlat tarafidan borib ko'rgazma qilib keladi. Ana bugun yo'lga chiqasizlar. Buni davlat tomonidan hammasi qoplanadi. Masalan, bugun yo'lga chiqasizlar. Poyezd, samolyotlari, gashtinsalari to'langan, borasizlar bir Hammasi Bir kunga yetib yoyib ko'rsatib. bir kunlik emas, yo'yib, sotib, savdo qilib kelasizlar. Qozog'istonda Kelishuv qilishlaringizdan keyin yetkazib berishga, Mana azizlar, ko'rdingizmi qanday imkoniyat bor ekan? odamlar bilan uchrashuv qilgan. O'sha vaqtda sizlar hunarmandlarimiz, Buxoro hunarmandlari o'z mahsulotlarini, O'zbekiston hunarmandlari o'z mahsulotlarini ko'rsatadi. Birda ekansiz, agar ustoz sifatida o'z faoliyatingizni boshlasangiz, Buxoro hunarmandlari uyushmasiga a'zo bo'lsangiz, mana chet el ko'rgazmalari, o'zimizning mahalliy ko'rgazmalarda sizni taklif qilib, o'z faoliyatingizni, o'z ishlaringizni bemalol yoritishingiz mumkin. Bu uchun bizning Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarimizga kirsangiz, mana kecha kunduzdan Italiyaga, Shvetsiyaga, Germaniyaga объявлениялар ketyapti, e'lonlar ketyapti. Mana shu hunarmandlarni taklif qilamiz. Ikromjon Baxtiyorovich Istoray Maxfiy muzeyining rahbari bo'lar ekanlar. Tanishganimdan xursandman do'stim. Assalomu alaykum yana bir bora. Rahmat. Bu joyning fayzi o'zgacha, barakasi o'zgacha. Prezidentimiz aytganlaridek, bugungi kunda turizmni rivojlantirish, mehmonlarni ko'nglini ko'tarish yo'nalishi bo'yicha bizning nafaqat Samarqand, Xorazm va boshqa viloyatlarimiz, Buxoro viloyatimiz azaldan o'zining tarixiy obidalari bilan, hunarmandchiligi bilan mashhur bo'lgan viloyatlarimizdan bittasi. Keling, aynan Maxfiy xosa haqida gapirsak. Istoray Maxfiy saroyida ham bizda 20 dan ortiq hunarmandlarimiz faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ana hozir saroyga kirishingiz bilan tashqi hovlida ham shu Amir saroyiga tashrif buyurgan mehmonlar ana shu tashqi hovlida joylashgan hujralarda hunarmandlar faoliyat ko'rsatishgan. Shu kelgan mehmonlar chiqib ketishda shu hunarmandlar tomonidan yaratilgan buyumlarni, sovg'alarni Amir tomonidan hadya qilishgan. Hozirgi kunda ham mana shu hujralarimizda 20 dan ortiq bizlarning hunarmandlarimiz faoliyat ko'rsatyapti. Ana yog'och o'ymakorligi, kashtadozlik, misgarlik, gilamboflik va boshqa Ko'pgina turlari bilan faoliyat ko'rsatishmoqda. Hozirgi kunda ham mana tashrif buyurayotgan sayyohlarga ana shu bizlarning hunarmandlarimiz tomonidan yaratilayotgan buyumlarimiz juda manzur bo'lib kelmoqda. Ana tashrif buyurayotgan sayyohlarimiz kelgandan keyin muzeyni ko'rib chiqib, aylanib, sayohat davomida ketish jarayonida, chiqib ketish paytlarida shu hunarmandlar yaratgan buyumlardan xarid qilib, sovg'a sifatida olib ketishadi. Modo più classico. Uch xil matoga uch xil Quelli che fanno a mano tanto tempo. Shofirkon maktabi, Buxoro viloyat Shofirkon maktabi. Eccolo, sono rappresentati. Ishlasa, tezroq tugatishga harakat qilamiz. Hamki bizning ishimizni chet elliklar juda ham yaxshi ko'radi, juda ham qadrlaydi. Qo'l mehnati bo'lgani uchun.
ular qiziqadiki, sizlar nima Indiya yoki Xitoy unaqa yo'q, mana bizning o'zimizni ishimiz bu. Xohlasangizlar mana ko'rsatib beramiz. Yo, shunga hozir mana e'tibor beryapman. Xitoy yo Indiya xorijda Biza xorijdan faqat o'zimizni Barakalla, ofaring. Haqiqatdan ham ko'z ko'rsa quvonadigan azizlar. Buxoroning Shofirkon tumanidan kelgan opa-singillarimiz kashtachilik yo'nalishi bo'yicha faoliyat ko'rsatishyapti. Juda chiroyli, juda ham. Nima? Ichkari shunday, haqiqatan ham barcha mehnatlari albatta qo'l ishlar ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Tohir aka, nima deysiz? Buning chiroyligini qarang. san'at asari. Shunday. Shikor deydi-yu, nima, ov tasvirlangan. Tabiatning qo'ynida shunday mehnati. ov qilishyapti. Bigizda deydi. Bigizda bitta tikishar ekan-a, mustahkam tikkanini qarang. Haligi qatimlarini ham sifatlisidan ishlatar ekan, qarang. Yuvganda hech narsa bo'lmaydi. Kerakda, menimcha ipak bo'lsa kerak bu show. Shunday. Bo'lsa bunaqa sifat bilan chiqish qiyin bo'ladi-da. Shunday. Juda chiroyli ishlar. Hammasi qilib mehnat ekan. Rahmat bilan bizga. Qayerda ta'lim olgansiz? Buxoro davlat universiteti badiiy grafika, keyin Toshkent Nizomiy magistratura. Magistraturasini tugatgansiz. Amaliy san'at. Oliy ma'lumotli bizning do'stimiz tomonidan bugungi kunda aynan muzeyda savdo qilyaptilar-da. Bekor o'tirmasdan, albatta shu yerning o'zida ham siz rasm chizyapsiz-da. Va hozir Keling bu haqida o'zingiz gapirib bering. bu Ibn Sino. Hali yuzi tugatilmagan, bu yerda esa tugatilganlar. Bu rosa ishimizni o'sha chizib ko'rsatamiz kelgan turistlarga. Haqiqatan ham o'zimiz chizayotganligimizni isbotlash. Sizga boshqarmamiz va uyushmamiz tomonidan bir yordam kerakmi? Qanaqa ishlar ketyapti? Holat so'ragani chiqdik. Ha, yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Kamchiliklar yo'q. Kamchiliklar yo'q. Ko'z ko'rsa quvonadigan rasmlarni chizishda aslo charchamang. Rahmat katta. Xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hormang, assalomu alaykum. Rassom, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat. Siz ham boshqarmamizning a'zosimisiz? Albatta, albatta. Keling, bugungi kun faoliyatingiz haqida sizdan ham eshitamiz. Zarina, tanishtirasiz do'stimizni? Alimov Rasul. Rasuljon, Miniatyura sohasida faoliyat olib kelyapmiz. Ustozimiz Feruz Temirov bilan birga. Bizani bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bu endi rus tilida avtorskiy deydi. O'zimizning ijod ishlarimiz bor. Ipak yo'li. Asosan chet eldan keladigan mehmonlarga shu tematika qiziq bo'lganiga shu nimada avtorskiy ishlarimiz ko'p. Yildan beri uyushmamiz a'zosi Said va Bibi Rajab opa, bu kishi ham kashtachilik yo'nalishi bo'yicha bizdan ro'yxatdan o'tganlar. Bugungi chiqishimizdan asosiy maqsad mana shu aytib o'tganimizdek Xitoy mahsulotlari bilan savdo qilmaslik va milliy libosda bo'lib mehmonlarimizni kutib olish. Bu opamiz Qo'chqor va Yulduz opa bizning uyushmamizni necha yillik a'zosi hisoblanadilar. O'zlari faoliyatlarini bahosada olib borishlariga qaramasdan Shofirkon hunarmandchiligini keng targ'ib qilib dunyoga taratib, tarqatib kelmoqdalar. Ko'rib turibdiki, juda bir katta mahoratli usta. Nimaiki ko'pchilikni ko'raman, eskiz qo'yadi-da, eskizni ustidan chizadi. Bu yerda eskiz ham yo'q, bir nima ham yo'q, trafaret ham yo'q. boshqarmamiz tomonidan juda ham ko'p takliflar bor. Boya aytib o'tdilar. Haligi nafaqat respublikamizda, balkim chet davlatlarda ham o'zingizni ko'rgazmali chiqishlaringizni bemalol olib chiqishingiz mumkin ekan. Shu imkoniyatlardan shu kungacha siz foydalanganmisiz? Foydalanib kelyapmiz, oilaviy. Endi asosiy akam bunaqa nimalarda, festivallarda qatnashib kelyaptilar.
yaxshi qatnashib yuramiz. Taklif qilishadi. Mana e'tibor beryapmiz, mahsulotlar hammasi o'zlarining qo'l mehnati ekan. Mana azizlar, Buxoro hunarmandlari deb nomlangan ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz maqsadli, mazmunli bo'ldi. Buning uchun men ko'rsatuvimga hamroh bo'lgan do'stlarimga, ya'ni Badiiy kengash rahbari va Badiiy kengash kotibiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xayr, omon bo'ling.